To'xtat. Hadis bilan mendan bir oyat bo'lsa da jetkirgan. Ana jashlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan hadis bilan mendan bir oyat bo'lsa da jetkirgan. Ha? Biz bu dunyoga kelishdan maqsad yigitlar. Shu Xudoy taolo jaratuvchimizni tanib, o'shaga mo'yinsunib, o'sha bilan yashab o'tkazishda yigit. O'shol bo'yicha anan Alloh subhanahu va taolo aytadi Qur'onda. O'sha sadaqa bo'yicha kishini shuni kamal qo'yilib, Qur'onda munofiqun degan sura bor. O'shaning 9-chi, 10-chi, 11-chi oyatida Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Ey iymon keltirganlar, sizlarning mol mulkinglar jana boldaringlar Allohni eskaruvdan sizlarni Alloh sizni qo'yib olsin. Mana shu bizning mashinamiz bo'lsin, uy joyimiz bo'lsin, mol mulkni tushunasizlar. Alloh taolo shoning barini Alloh taolo o'zi beradi. O'sha mol mulkinglar boldaringlar sizlarni Alloh taoloning eskaruvdan to'sib qo'yib olsin, mushayt bermaysiz. Bu degani bizning mol mulkimiz, bola chaqamiz Xudoy taologa namoz o'qigan, ro'za tutgan, zakat bergan. Adam şimdi bunda diyen şimdi de bankrot bu akıllı. Yani bazı maksat baylarında çok mutluyum. Hiç şey yok. Ve bu da bana değişken de yani iyi hayat kayıtlar. Biz sizlerge bergen rızıklardan değil, sizlerden birine ölüm kelgenge çeyin sarıp kalgıladı. Uşul bizge berip atkan aylık bolsun, kiyim keçe tamaga juu jay attine bala çaka olsun, bu nerse bardığını bizge Xudoy taolo beredi. Uşul bergen rızıklardan tavatkan akçamızdan kichikey bolsa dagı sadaka kılıp kalbasa ne bolat Xudoy taolo aytadi. Uşudan sarıp da balgılады odat. Alloh taolo eskerdi. Ana aytadi. Ошондо эле бөлүк тапшырган 15 жакынча топтор анан тартып бердиң сен жакындардан булор элем деп айтасыңар деп мынча топ кеттим эртең акырып койгондо биз сөзсүз эмне айтканбыз болду мен эч болбойду дегенде эми айлык алып чоң келгенде ким түшүнүп бүтүн ошол айлык алып бермедик андан кийин ушуну кайдыга Bekenin bütün ayrılık kısıp sınırı patriot olsun gerekler ki ondan son Xudoy taoloning nabi irodasiga shuning uchun bo'ldi davi shu sizlarga suratchilar bo'yicha yanvar ayında en akırında biz çoguluş kılıp o'sha жерде aş uyushtirib chaqirdik elektrik qarshi o'tinli azodan vardı. Yaşlardan da vaziyat bo'ldi, oqsoqollardan da oqsoqlik kelardi. Oqsoqollarga bir ishga kelganlari kelolmayapti. Endi buyursa, mana shu joy joylarda Alloh taolo tinchlik amoatini bersa, mana bizning summa 500 mingga yetar. O'sha yerda bir Padmaslar bo'lsa da joyindasi yuklamani kelib yaxshi bir ochiq osmon jasur ayanchani olib o'sha yerda buyursa bir bosh sho'rbalarni uyushtirib Alloh taolo nasib etsa o'sha yerda shunday bir ro'yxat uyushtirib turgan oqsoqollar yoshlar jamoat shu sizlar yoshlar oqsoqollar bor onlar jamoat o'sha yerda kelib ondan so'z qo'shib bizning summa 500 mingga jetib birinchi ayollardan uzatib qanday ishlaydilar balki bizning ayollar o'ta bir kerakli bir cho'ng savob ish qilmasa balki o'sha cho'ng o'zbek misoli Izzat ayollar shunaqa ostunovkalar bizning ayollarga shunday narsalar kerak
Baldarı da saat düşük de. Harp geçip ayvar final kile. Burada böyle burada bırakırsak ayın şu toplumda bağlıca o bir hukukçu klas geçeyi bir mutlak grup koysa bu saadetle nasıl tabii kesin. Düşünecek mekanizmalar var. Üstünde şurada 5. klasta yok. 5. klasta çoğunlukla geliyor. Hiç mi yok? Kalk. Buradaki. Valla des. Ya Murat oyna Murat. İşte. Sekizinci. Zemez. Uyalma yeter. Murat taşına o şovgun kara koy. Ana çaşta. Şurası nerede? Birinci oğlum. Yok ulan gelişmedi. Şaplar kalmadı. Gelsin. Salış. Salış. Yaptılar.